Hammaga assalomu alaykum. Bugun men kursimga borib, gul kursim, ya'ni gul yasash kursimga bordim. Va buket yasashni o'rgandim bugun. Va buni bugun men o'zim ham takror qilib ko'rishni xohladim. O'shaning uchun video ham qilib ko'rishni xohladim, chunki boshqalar, misol uchun uydagilariga, opa-singillariga o'g'il bolalar bo'lsa yoki qizlar bo'lsa, onalariga, misol uchun qaynonalariga hadya qilishlari mumkin, o'z qo'llari bilan yasab deb o'yladim. Faqat asosiysi men nima deydi, upakovkani, men paketlarini paketlashni o'rganmadim. Prosta buket qilishi, paketlashi keyingi darsda menimcha o'rganamiz, Xudo xolasa. YouTube'dan ko'rib o'rganaman, qo'yishga harakat qilaman. Bugun asosiysi buket yasash. O'tgan safargi darsligimdan qolgan gullarim edi bular. Yomon bo'lganlarni tashlab yubordim. Yaxshilarini saralab, qaytalab qilib ko'raman. Men bu yerda sun'iy gulim bor. Uni ham ishlatib ko'rishga harakat qilaman. Chunki atirgullarim kam. Nimalarim, qo'shimcha misol uchun barglarim normalniy ko'p. O'tgan safar umuman o'lib qolmas ekan, bularni suvga solib, ko'kartirib, qayta ishlasa bo'ladi deb aytdi ustozim. Shuning uchun bir proba qilib yasab ko'ramiz. Birinchi navbatda bargi normalniy gulni tanlaymiz. Va unga atirgulmi yoki gvazdikani olamiz. Men asosiysi birinchi atirgul qo'yibman. Lekin oyog'i anaqa kalta ekanda. Men buni qo'yaman deb. Razницasi ozgina bo'lishi kerak, chunki qaraganda ozgina chiqib turishi kerak. Вообще uzun bo'lib ketsa ham gul ichida qolib ketadi. Men eng chiroylisi mana shu bo'lsa kerak. Ustozim shunaqa ko'rsatdi. Birinchi buni qo'yamiz. Meni barglarim ko'p bo'lgani uchun kattaroq buket qilishni xohlaganim uchun o'zi bitta gul, misol uchun gazdika, mayda misol atirgulchalaringlar bo'lsa, kichkina atirgulcha 3 xil bo'lib ketish kerak, keyin bitta barg bo'lishi kerak. Men bitta gul, bitta barg, bitta gvazdika, bitta yana barg qilyapman, chunki bargim yetarli, katta buket bo'lib ketishi uchun qilyapman. Shuning uchun hamma o'ziga vaziyatiga, shart-sharoitiga qarab qilsa bo'ladi. Men ham o'z shart-sharoitim jinnicha meni gullarim slabый va уже o'lib qoladi deyapti-yu, men baribir yasashim kerak. Behudaga bular berilmadi. O'qituvchi, ya'ni o'qish tomonidan bizga chet elliklar uchun qo'shimcha kursovoy bir qanaqadir hunar o'rganish uchun ochilgan dasturdan foydalandim. Menimcha har bir shaharlarda bor Janubiy Koreyani. Shuning uchun sekin o'rgatamiz, boshladim. Bitta atirgul, bitta barg. Turg'ulga qoling. Keyin bitta barg qo'yibman. Buni qanday? Bir qo'yamiz, 2, 3, 4, 5 aylantirib, как будто atirgulni barglariga o'xshatib, ketma-ketligida как будто круглый anaqa nima deydi? Chig'anog'i nuqtasi bor-da, endi aylanib, terilib ketadi-ku, shunaqa qilsa bo'ladi deb aytdi o'qituvchimiz. Shuning uchun boshlayman. Birinchi atirgul, birinchi barg, atirgul. Meni bargim ko'pligi uchun yana barg qilyapman. Kattaroq chiqar. 2, gvazdika 3. То есть barg kichkina ekan. 4. Yana bitta gvazdika qilib, gvazdikam ko'proqda. 5. 6. O'z birinchi kunni bo'lgani uchun qo'lim aylanib ketyapti. Lekin qo'ldan kelgan chiroyli qilishga harakat qilaman. Bittasi pastroq qo'ydim. Iloji boricha kontrol qilib. Barg qo'ydim. Yo'q, atirgul qo'ymayman. Tak gvazdika qo'yib. Atirgul aylantirib chiqyapti.
Atirgul. Tak. Bo'lchi o'qituvchim o'tgandagi qilishga harakat qilaman. Hozir bitta proba qilgan chiroyli chiqib. Juda aylanib ketyapti qo'l. Iloji boricha qarab qilganingiz yaxshi. Men birinchi marta просто o'zim bugungi ham ko'nikmamni takrorlab o'tman. Voy, tushib ketdim. Qo'lim hali sho'mayman ya. Men professional emasman. Sizlar bilan bir xil sekin-sekin o'sishga harakat qilmoqchiman. Men buni bunaqalardan olish mumkinmi? Bu o'z bittadan ekan-da. Buni xotiga qo'ysam, buzib bo'lmaydi. Buzib tashlayman. Tak, yana bitta barg. Bitta yana plastika. Hozir zo'r chiqdi, o'xshamayapti juda. Qaranglar, yon atrofiga tushib ketdi. Классика.
Mana aqadan qilib qo'shmaman archa. O'qib taqsam bularga. Nima ishni chiqargan. Taguncan qo'yib ketgan ekan, shuni to'g'rilamiz. Rosa uzun. Atroflariga barini qo'yib qo'yganlar. Tozalab qo'yishadi. Chetiga archadan sevalardan qilib o'zim proba qilib ketaman. Yaxshi chiqdimi? Men данный момент skotch или rezink aniq ip topa olmadim. Hali tayyorlab qo'ymagan ekanman. Oddiy bir pul rezinkasini topdim. O'shani bundoq qilib aylantirib ko'ramiz ham. Qo'y, tushib ketma. Cho'pchasini o'zimga tiqib qo'ydim. Barchalar juda ko'payib ketdi. Mana shu. Olib tashlayman. Birinchi probni o'qituvchisiz qilganman. Qo'limcha ketdi. Atrofini aylanib. Bu yoqda bo'lish kerak. To'g'ri bo'lsa bo'lar. Bo'lmas bu. Eng asosiysi bu yoqlariga chik kesib, buga aylantirsa tayyorda.
uydan ham menimcha hamma narsa olib qilsa bo'ladi. Uy archajalari. Bunaqa bargli, qattiqroq barglar bo'lsa. Или nima deydi? Tog'larda o'sib yuradigan nimalar bor, boychechega o'xshagan nimadir deyapti. Esim kelmadi. Shu gullardan короче aralashtirib tashlasa ham bo'ladi. Mayda gul bo'lish kerak-da, bitta katta, bitta необычный boshqa bir gul, или mana bunaqa. Или gvоздика shunga o'xshash bitta katta gul, или bunaqa gul. Atirgul aralashtirib qilsa yoki bir gartenza boshqalar bir otlarini hali bilmayman yaxshi gullarni. To'q atirgullarni bilamiz biz. Shunday. Video yoqqan bo'lsa, podpiska bosib, like bosib qo'yinglar. Podpiska bu. Mana xudo xolasa yaxshi bir niyatida gul tayyorlash yoki gulchi bo'lish, florist bo'lish niyatim bor. Inshaalloh. Qo'llab-quvvatlanglar.